Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Dastavkalarimiz davom etyapti. Navbatdagi dastavkamiz Turkiyaning bunkerli Fabem kotyoli. Bir zapravkaga 3 sutkadan 5 sutka yonadigan kotyolimizni mana akamizga dastavka qilib beryapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana Sifat xo'jalik mollari do'koniga keldik. Mana 70 kilovatlik bu 700 kvadratda issiqladi. Nasib bo'lsa olib ketyapmiz. Narxlari arzon, lekin nasiyasi yo'q. Dastavkasi ichiga ekan. Qayerga boryapti aka bu? Kurach mahallasiga, Parizoda desatiga. Detsatiga marhamat qilinglar. Zo'r detsa. Ko'mir bilan ishlaydi. Nasib bo'lsa. Xudo xolasa ishonchli oqlaydi. Katyolimizga gap yo'q. Sifati zo'r. Kimga shunaqa katyollar kerak bo'lsa, bunkerlik Turkiyaning mahsuloti 2 yil garantiyasi bor. Shunaqa katyollar kerak bo'lsa, Sifat qurilish mollari do'koniga marhamat qilinglar do'stlar. Hammasidan nalishida bor, hamma kilovatlari, hamma razmerlari. Hozirgi katyolimiz bu 70 kilovatlik 500-600 kvadrat joyni isitib beradi. Sifati zo'r do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Birazdan arka telefonda Mayli, mayli to. Mayli, bayim kunem. Ha, sentrovka nasho gida. Bundan tashqari yana bir partiya katyollarimiz keldi. Belarusski tiz katyollarimiz kecha tugab qoluvdi, ko'p modellarimiz. Mana bu hozir yangi partiya, bir fura tushirib oldik. Katyollarimiz bor. Hamma razmerlari 15, 20, 25, 30, 50 barcha razmerlari bor. Mana yangi partiya tushirib oldik. Hammasidan bor mana. Belarusski tiz plus tiz comfort hamma razmerlari bor do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Kecha kimga yo'q tugadi degan bo'lsak, marhamat qilinglar, hamma katyollarimiz keldi.